Xullas, Rossiyaga avtobusda ketdim. Birinchi bo'lib Toshkentdagi O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidan o'tdim. O'tganimdan keyin shunaqa joyda bittaga 2 da yuraman deb va'da bergan avtobusni to qorong'i bo'lguncha kutdim. Bu yerga kunduzi soat 1 da kelgan bo'lsam, avtobus kechqurungi soat 10 da keldi. Soat 11 gacha joylashib, narsalarni joylab yo'lga chiqdik. Yo'lda 4 soat yurib, birinchi oshxonaga to'xtadik. Kirganimizda deyarli hech kim yo'q edi, lekin bu yerdagi narxlar aeroportdagi narxlardan ham baland ekan. Bu yerdagi 3 dona tuxum narxiga O'zbekistonda butun boshli oshxonani sotib olsa bo'ladi. Xullas, bu yerda ovqatlanib bo'lib, yana ertalabga yaqin soat 5 da yo'lga chiqdik. Tong otishini avtobusdan turib kuzatdim va sekin-astalik bilan Qozog'iston cho'llariga kirib kelishni boshladik. Avtobus obzoriga kelsak, avtobus yangi zavoddan chiqqan paytda himchiska bo'lgan, shu bilan himchiska bo'lmagan bo'lsa kerak. Bu knopkalarni bosish uchun qanaqa qo'l bilan bosish kerak bilmadim, shunaqa holatga kelib ketibdi. Patologga kelsak, hamma yerlari dog' bo'lib yotibdi. Menimcha bu avtobusni suvda cho'ktirib, qaytadan tiklatib, shu Qozog'iston-Rossiya yo'nalishiga qo'yishgan. Bu avtobus hamma oynalari almashtirilgan bo'lsa kerak. O'zimizda Akfa'ning oynalari qo'yilganga o'xshaydi. Xullas, bir kun kechgacha shunaqa manzaraga tikilib ketdim. Davomi keyingi videolarda. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.